Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli Chorvaga Barak kanali obunachilarimiz va bizni kanalni muntazam kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Bugun hafta kunimizga seshanba, biz turgan joy Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida o'zimiz xonadonga 6 dona qo'zilarni arzonidan, go'zalidan keldi. Ko'rib, o'zlaring xolis baho beraverasizlar. Xo'p, bularda bir donasi qo'chqor. 5 ta mana shu qo'chqor ekan, qashqa qo'chqor. 5 tasi soliq. Mana bu qo'chqor emasmi? 5 ta soliq, bitta qo'chqor, hurmatli obunachilar. Puli arzon so'raganlarga bitta ikkita qo'yni puliga 6 ta qo'zi olaman deganlar uchun mana maxsus. Bitta oqidan ham bor. Ashla ikkovi egizak. Egizaklari ham bor ichida. Mana shu kishi qo'chqor. Xo'p, bularda endi 6 dona bir joyga olaman deganlarga optim narxini aytamiz. Optim narxi 6 bir joyiga 1.450.000 so'mdan, hurmatli obunachilar. 1.450.000 so'mga sifatda qo'zi yo'q bo'lsa kerak, mana. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. 1.450.000 so'mdan 6 dona qo'zi bo'ladigan narsalar. Egizak, ikkita egizak va ikkita yakkali albatta. Bitta qo'chqor, bitta soliq egizak, keyin ikkita soliq egizak. Bular bemalol o't yeb qo'ygan, mana ko'ryapsizlar, yerdan bemalol o'tlarni uzib o'zlari yeyishaveradi, xudo xolasa. Bittadan layklarni bosib tursalar ham bo'ldi. Biz shunaqa arzonlardan olib kelaveramiz. Mana bitta qo'ra olib boqaman deganlar uchun arzonidan 6 dona 1.450.000 so'mdan, hurmatli obunachilar, pastdagi raqamga aloqaga chiqib olasizlar. Mana o'tlarni yeb yurishibdi. Bemalol mana o't yeb qo'ygan. Somon teri disimi, po'choq disimi, liboy narsalar yezaveradi. Asosiysi sog'lom, tani joni sog', hammasini olib boqaman deganlar bo'lsa, puli arzonidan so'raganlarga mana puli arzon. O'zi ko'paytirib olaverasiz, mana shu qo'chqori ham o'zi bilan. Bitta qo'chqor, 5 ta soliq. Bittadan like bosib, kommentariyada fikrlarni kutamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kunlaringiz xayrli va barakotli o'tsin. O'zlar prosta charchab ham chiqqan yo'lda hozir kelishdi, ana. Charchab bechoralar yotuvdi. Yotgan joylarida hozir olib chiqib video qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana hammasi o'tlab yurishibdi.